Qo'shnilar ertalabda to'planibdimi? Sen qurbonlik yurmaysan ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Alisherxon, bizanisiz? Assalomu alaykum, Alisherboy aka, yaxshimisiz? Ha, qo'shnilar. Tinchlik bilanmi to'playapsizlar? Tinchlik Sherjon, shundoq gaplashib turibmiz. Mashina vashi bahobatini minib olibsan. Ha, to'g'ri aytasiz. Mashina boshqacha, nomeri alohida demayu, ha, hoji aka, yomonidan taqib olibsiz. Ha, mashinadan ko'ra nomer qimmatga tushgan. 7 Alisherxon, 7 deysizmi? Shuni bitta harfini almashtirib, shu ortgan puliga mana qo'shnimiz Ilhomjon bozorda arava suradi. Bir Damasmi, Matizmo bersangiz, uyin tirikchilik qilib ro'zg'orni tebratarmidi deyman-da. Shokir aka, to'g'ri aytasiz. Elchir aka, mana yon qo'shningiz Fotima opa borlar. Necha yillardan beri 3ta yetimni o'zlari katta qiladi. Uni o'rniga bir hollardan xarob qo'ysangiz, menimcha yaxshi bo'lardi. Yana mendan xafa bo'lma, u gap kelganda prosta aytib qo'ydim. Manda nima aybli kambag'al bo'lsa, men yordam qilib qo'yganman. Kafilligini olmaganman ular yordam berish, tushundingizmi? Nomer olgan bo'lsam o'zim uchun olman. Men ham yashashim kerak o'zim uchun. Vaqtdagilar yuribdi mahallamizda. Eshitmadinglarmi? Sardor Rahimxon kelyapti. Hamma shunga ovora yotibdi. Sardor Rahmon kelyaptimi? Biz so'rashmaylik. Tadizlar yo'qmilar? Ormana bolalar. Sardor Rahmon ham shaydami? Yo'q, Sardor aka yo'qdilar, endi keladilar. Biz oila o'rgangan keldik. Endi kelishgani yo'qmidi? Kelishganda xabardor bo'laylik, bu qo'llanma olay. Keyin sentrda restoranim bor. Bitta qo'yib, aydalab, meshat qilaylik. Keyin dacham bor. Mazza qilib hammasini dam oldirib, keyin bemalol ish qilib safardan qaytaveradilar. Bo'ldi aka, kesalar xabarini berib beramiz. Kelganlarda esdan chiqmasin, shu xonadonning yonidagi ikki etaj uy meniki. Shu taqillat valishiraga desani chiqib kelaman. Ha, mana uy siznikimi aka? Shu bizniki. Ha aka, endi bitta inson kelishiga qo'y so'ydirib, ziyofat qilib, dachalar olib chiqib sarflayotgandan yon devon qo'shningizga sarflasangiz bo'lmaydimi? Uyni ahvolini qarang aka, to'kilib tushaman deydi. Yuz balandligidan quyosh o'talmay uylar ko'pani bosib ketibdi. Shatga qilsangiz bo'ladi aka. Biz o'sha Toshkentdan kelib, shunaqa xonadonlarga ehson tarqatib yuribmiz. Yoningizda bo'lib turib yordam bermaysizmi aka? Biz kelib yurishimiz kerakmi endi? Boyligi ham sinov uchun berilgan aka, shuni unutmang. Mayli, charchamadim. Mayli aka, sog' bo'ling. Shuna bo'ylar ham bor. Yon qo'shnisi kambag'al bo'lib turib xabar olmaydi. Biz qidirib yuribmiz.